Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun cheslamiz 7-aprel 2025-yil. Bugun kunduz bilan anaqa syomka qilish esdan chiqib qoldi. Bu xolos anaqa kechki soat 7 bilan 7:30 oralig'idagi vaqt. Yopib yana bir qator syomka qilib qo'yib qo'ldan kelgancha dedim. O'sha narsalar endi yengilliklar deganday nariga do'konga o'ta olmadim. Anaqa yopilib qoldi eshiklar, darvoza. Stollarni olib qo'ydik. Bo'ri shorti, anaqa shortilar keldi. Materiali lakostik. Gidetis 5, 7, 8 yosh oraliq keladi. 11 ming beryapmiz buni. Mana yana qaytarib o'tamiz. Bizaniki optim. Nomerni qo'yamiz sekin sharoitga qarab. Hozir paka ishlar bilan shug'ullanib turardik. Ertaga anaqa bo'ladi o'zi, masalan, Qo'qon bozor. Saxiy haftada dushanba kuni ishlamaydi. Seshanbadan yakshanbagacha ishlaydi. Dushanbadan dushanba kuni ishlamaydi. Saxiy, Bek Baraka ishlamaydi. Просто ko'chadagi stoyankada olib sotarlar, ko'tarib yuruvchilar yurishadi. Ularda ham qo'yishib, ular ham foyda qilishadi endi. Dushanba ishlamaydi. Saxiga dushanba kuni kelmang. Lekin masalan, seshanba, juma kunlari 4 da ochiladi. Qolgan kunlari 5 da ochiladi. Dushanbadan tashqari. Xo'sh, mana Bekor bozorimiz yopildi. Hamma mana o'rab olib ketyapti. Mana bizlarning ham joylarda ham yopib, o'rab, xohlasa ketish arafasidamiz. Tashqarilar, tepada kameralar bor. Hammaga rahmat. Tinch bo'linglar. Qo'shni bu yoq tarafda o'ramabdi, qolib ketibdi. Mayli, qo'rg'ul bor, darvozalar yopiq. Kechki payt 7:30. Mana hamma ketgan.